Qadrli do'stlar, kimga shunaqangi sifatli Decision banner avatarga prevyular kerak bo'lsa, mana shu Roxybek Decision kanaliga o'tib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxlar ko'rib turganingizdek juda ham arzon. Preview atiga 5000 so'm, banner 4000, avatarga 4000 so'm va albatta Roxybek ya'ni Roxybek turadi va ana shundan o'zingiz sekin kelishib, ya'ni narxlar bilan buyurtma berishingiz mumkin. Ссылка описанияda yoki kommentariyada bo'ladi. O'tib 13 qishloqqa ham va nihoyat yetib keldim. Men bu kunlardan qancha kutdim do'stlar. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Real do'stlar bilan mening yangigina videoimga xush kelibsizlar. Xullas men do'stlar 13 qishloqqa kelyapman. Juda mana bu yerda mening notebooklarim, telefonlarim va papkalarim bor. Ajoyib do'stlar. Xo'sh, mana bu yerda do'koncha bor ekan, mana shunda ko'chadan mendan so'raymiz. Assalomu alaykum janob bobo, yaxshimisiz? Yaxshi, sen kimsan? Men mana shu qishloqqa yangi keldim, ya'ni merdi uyini ko'rsata olasizmi menga? Hozir orqaga qarang-ku, ashu. Ana bu yermi? Hozir ana shu. Rahmat janob, ishingiz omad. Xo'sh do'stlarim, merning uyiga kelish kerak tezroq do'stlar. Uylar olishimiz kerak. Xo'p. Keling do'stlar, mana shu yerda ozgincha o'tiramiz. Juda ham charchab ketdim men. Yo'l juda ham uzoq. Jo'norsan taksida keldim, lekin u yoqqa piyoda keldim. Jo'norsan juda uzoq ekan shu qishloq, men o'ylagandan ham ko'ra. Xo'sh, lekin taqlatamiz. Taq kirsam bo'ladimi? Kiraman. Okey. Assalomu alaykum janob bir, yaxshimisiz? Salom, sen kimsan? Men mana shu qishloqqa yangi kelgan o'yinchiman, ya'ni mening ismim Real. Salom. Yaxshi, xo'sh. Janob, menga shundan uy bera olasizmi? Jon olsin, ajoyib, rahmat. Qancha ekan? Juda qimmat bo'lsa kerak, menda unchalik ham pul yo'q. Men senga bepulga beraman. Ana shu yerda bonuslari ham bor. Ashuni sen menga qilib bersang, men senga deganga pullar beraman. Jon olsin, ana bu yerda polizlar. Sen nega bizni gapimiz bo'lyapsan? Mayli. Okey. Xo'sh, bo'ldi. Tushundim. Ana shu yerda polizlar bor va ana shu polizlarni men qarasam har kuni bo'lgan. To'g'rimi? Bo'ldi, qani jitelim, yaxshimisan? Men keldim bu yangi qishloqqa. Okey. Okey. Xo'p, do'stlar, hamma okey deyapti. Mayli do'stlar, biz bunday bo'lsa ketdik. Yangigina qishloq. Mana bu yerda skameyka ham bor ekan. Qo'shqani buni ko'tarib oladichi. Yaxshi do'stlar. Qayerdan mendan nima narsa bor, hozir men sizlarga ko'rsataman. Ya'ni dubinka. Yo'qlar, bilmadim nomini, lekin dubinkaligini bilaman. Mana buni qarang, juda ham ajoyib. Qo'q zombi apokalipsis bo'lsa, monaqasiga luboyni uramiz do'stlar. Mayli, kelinglar, birovni o'ldirib qo'ymaylik. O'shqonni sekin kiramiz. Ajoyib do'stlar. Uyda kaliti bormikan? Qanaqani yaxshi pishamiz. Mana do'stlar, uyda ham kaliti bor ekan. Mayli, hech kim ham buni o'g'irlab olmasa kerak. Endi do'stlar, bu meniki. Ajoyib. Keling do'stlar, narsalarimizni joylashtiramiz. Mana bu yerda tayyor yangigina divan. Xo'sh, mana bu yerda laptop, ya'ni kompyuterim meni, jonajon kompyuterim. Ajoyib do'stlar, Minecraft. Xo'sh, do'stlar, hozir men polizlarga qarab qo'yishim kerak. Aks holda ko'rganingizdek real deyman. Uzr do'stlar. Ya'ni mer aytgandek hozir polizlarga qarab qo'yishimiz kerak. Xo'p, kelinglar, mana bularni ya'ni nima desam bo'ladi? Menga eshik ham bordi, ya'ni ana shu shahardan eshik ham olgan edim va afsuski kerak emas ekan. U eshiklarni berdagi boboga sotib olamiz. Ya'ni bobojonga ismini bilmadim, keyinchalik so'rab olamiz. Xo'sh, do'stlar, hozir bizda mateka bor. Mana shu matekalardan mana bularni tezroq ya'ni ekib chiqishimiz kerak va mana shuni merga berib qo'yamiz. Kompot ham doim odatdagidek shunaqa qiladi va boshqa youtuberlar ham va tekinga bersa kerak bu youtuberlarga ham uyni. Janosa youtuber deyapman o'zimda. Mayli do'stlar, keyinchalik qishloqda olganimizdan so'ng keyinchalik deyman. Xo'sh do'stlar, yaqinda modazor video chiqadi, albatta kutib turinglar bolalar. Albatta mana shu yerdagi qishloqda olaman. Xo'sh, kreativ sotib olaman juda ham qimmatga. Mayli. Hech yo'q sizlar uchun sotib olaman Minecraft kreativ. Xo'sh. Ajoyib do'stlar, tezdan ekib chiqishimiz kerak, chunki video uzoq ketishi mumkin. Xo'sh do'stlar, endi ko'proq efirlar qilaman. Ya'ni efir ham qilaman, jolly efir, har xil narsalar qilaman, challenge'lar qilaman yaqinda do'stlar. Mana bu seriallar tugadi. Jitel, sen meni polizimga nimaga tegyapsan? Jon ursin. Mer buni menga berdi. Qani yo'qolchi bu yerdan. Menga ham bergan.
Yo'q, bu meniki. Mer keyinchalik meni so'kadi. Tushundingmi? Qani u yerga umuman boshqa qaytib kelmagan. Aks holda meni mushtumni yeyishimga to'g'ri keladi. Hozir bitvam bordi. Jinosa deyapman-da. Qani jitya bu yerdan yo'qolsin ham. Jinosa, men seni xonim menga aytib beraman. Aytaver, mer buni menga berdi. Tushundingmi? Xullas, qani yo'qol ko'zimga ko'rinma. Jinosa, bu jityalarni to'g'ri urish yomon, lekin mayli, ularni o'zlari xohladi. Xo'sh, nima bo'ldi? Ana va jityalar meni poliz bunga aytayapti. Men ularga aytib qo'yaman, qo'rqma. Okey, mana janob sizga kartoshka, ya'ni sabzilar, to'lka sabzilarlar bor ekan va keyinchalik okey, va keyinchalik sizga nima desam bo'ladi? Kartoshkalarni beraman, kartoshkalar bersangiz. Mayli janob, men ketdim. Yaxshi qoling. Ikkinchi men YouTuberman. Obunachilarga salom aytib qo'ying. Okey, do'stlar, jumlasini salom bergani yo'q. Obunachilarga mayli do'stlar, demak, keyinchalik sizlarni tanib olsa kerak. Xo'sh, mana meni qarang, chiroyli bo'lib qoldim. Mana u do'stlar ekib chiqyapti. Yo'q. Mayli do'stlar, qarang, mana bu xodimga lava bor qaylar do'stlar, qo'lni istasam, jiyan ursin, kul sachrab ketdi. Okey, mayli. Do'stlar, hozirchalik mana shu joyda video tugadi. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Real Minecraft bo'ldim. Va keyingi qismlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omonat bo'ling va keyingi video juda ham qiziqarli bo'ladi. Hammaga xayr. Video tugadi.